Bismillah, boshlaylik. Demak, 5-majburiy matematika testimizning tahlilini boshlaymiz. Hop, birinchi misolimizda 128 santimetrni detsimetr orqali ifodalanyapti. Hop, bilamizki, santimetrimizni detsimetrga bo'lganimizda 10 ga bo'lishlik kerak. Nimaga? Chunki 1 detsimetrimizning qiymati hop, hozir 1 detsimetrimizning qiymati 10 santimetr bo'lganligi uchun, demak, detsimetrdan santimetrdan detsimetrga bo'lishligi uchun 10 santimetrga bo'lishlik kerak bo'ladi. Hop, qaytaraman. 1 detsimetrimiz 10 santimetrga teng. Demak, mana bu yerda 128 santimetrimizni ham aynan biz nimaga bo'lishimiz kerak ekan? Detsimetrga. Uning uchun biz bu mana shu 128imizni 10 ga bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Hop, demak 128 ni 10 ga bo'lib qo'ysak, javob 12,8 detsimetr ekanligi kelib chiqadi. Bu javob esa bizda C variantiga mos keladi. Hop, ikkinchi savolimizda, ya'ni ikkinchi misolimizda ikkita mashina bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Hop, agar mashinalar 3 soatdan keyin uchrashgan bo'lsa, dastlabki mashinalar orasidagi masofa qancha bo'lganyapti? Demak, birinchisi ham 3 soat vaqt bajargan, ikkinchisi ham 3 soat yo'l yurgan. Demak, nima qilamiz? Masofani topishlik uchun tezlikni vaqtga ko'paytirish kerak. Endi biz ikki tezlik bo'layotganligi uchun ikkalasini topib qo'shib qo'yamiz. Demak, 90 ga 85 ni qo'shib, vaqtni ko'paytirib qo'ysak ham o'rinli bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 barobar. Demak, ikkalasining yig'indisi 175, uni 3 ga ko'paytirganimizda 525 kilometr ekanligi kelib chiqadi. Bu esa bizda A variantiga mos keladi. Uchinchi misolimizda hisoblang. Xo'p, bu misolimizni ishlashlik uchun alohida ko'paytirishlik ham mumkin bo'ladi yoki ikkalasini ham bir xil ko'paytuvchi 126 ni tashqariga chiqarib yozsak o'rinli bo'ladi. 126 ni chiqarib yuborganimiz nima qoladi? 228 qo'shilgan 272 qoladi, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? 126 ko'paytirilgan ikkalasini yig'indisi 500 bo'lib qolar ekan mana. Nima qilamiz? Endi 126 ni 5 ga ko'paytirib, orqasiga 2 ta 0 qo'yib qo'yamiz. 126 ni 5 ga ko'paytirganimda 630 kelib chiqadi va orqasiga 2 ta 0 qo'yib qo'ysak 63000 degan javob hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa bizda A variantiga mos kelar ekan. Navbatdagi 4-misolimizda, hop, uzunligi 70 metr bo'lgan poyezd uzunligi 250 metr bo'lgan tunneldan 40 sekundda o'tdi. Bunga ko'ra poyezdning tezligini toping. Yana tezlik so'ralyapti. Tezlik topishligi uchun masofani vaqtga bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Endi bizda masofamiz poyezd uzunligi 70 metr va tunnel uzunligi 250 metr. Ikkalasini qo'shishlik kerak bo'ladi. Demak, ikkalasini qo'shib olamiz. 70 qo'shilgan 250, vaqtimiz esa 40 soniya. Demak, ikkalasining yig'indisi 320 bo'ladi, taqsim 40. Demak, 320 ni 40 ga bo'lganimizda 8 metr taqsim sekund degan javob kelib chiqadi. Demak, bu sekundiga 8 metr yo'l yurgan bo'ladi. Xo'p, bu javobimiz esa bizda B variantiga mos kelar ekan. Navbatdagi misolimiz, 5-misolimizda kvadratning yuzasi 36 cm kvadrat bo'lsa, uning perimetrini toping. Avvalo kvadrat yuzasi 36 bo'lishi uchun formulasi a kvadrat barobar 36 ga teng. Nimaning kvadrati 36 desa, a barobar 6 ning kvadrati 36 bo'ladi. Demak, kvadratning tomoni 6 ga teng bo'lsa, uning perimetri 4a degan formuladan foydalansak, 4 kara 6 javob 24 santimetr ekanligi kelib chiqadi. Bu esa bizda D variantiga mos keladi. 6-misolimizga o'tamiz. Qirralarining uzunligi mos ravishda 3, 4 va 5 ga teng bo'lgan prizmaning hajmini toping. Va prizmaning hajmini topishlik uchun A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C degan qoidadan, ya'ni formuladan foydalanamiz. Ya'ni uchala qirrani bir-biriga ko'paytirganimizda uning hajmi kelib chiqadi. Demak, hop, o'rniga qo'ysam 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5, demak 3 kara 4 12, 12 kara 5 esa 60 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda A variantiga mos keladi. 7-misolimizga o'tamiz. Sonlar nurida 0 dan chap taraf turuvchi ikkita butun son yig'indisini toping degan savol beryapti. Hop, son o'qini oladigan bo'lsak, 0 dan chap tarafdan. Bilamizki, 0 dan o'ng tarafda musbat 1, musbat 2, ya'ni +2, +3, hokazo ketadi. Lekin bizdan so'rayotgan narsa chap tarafdagisini so'rayapti. Chap tarafda xuddi shuni -2 yotadi. Demak, -1 va -2 yotadi. Demak, mana shu -2 bilan -1 ni yig'indisini bizdan so'rayapti. Demak, -2, -1. Demak, javobimiz -3 degan qiymat kelib chiqadi. Demak, bu javobimiz esa bizda C variantiga mos keladi. Navbatdagi misolimiz, 8-misolimizda, hop, rasmda Yer sayyorasidan Saturn sayyorasiga olib boruvchi yo'llar soni nechta degan savol beryapti. Hop, mana bu Yer sayyorasi, bilamiz albatta. Yerdan Saturnga borishlik uchun qanday masofani bosib o'tishimiz kerak? Avvalo,
Yerdan Marsga borishligi uchun 4 xil masofa yo'limiz bor, ya'ni 4 ta yo'limiz bor ekan. Ana endi Marsdan Yupiterga borishlik uchun esa 3 ta, mana bu yerda mana 3 ta. Xo'p, endi Yupiterdan Saturnga borishlik uchun ham mana bu yerda 3 ta yo'l bor ekan. 3 xil yo'l bor ekan. Demak, Yerdan Saturnga borishlik uchun albatta Marsdan Yupiterga, keyin Yupiterdan Saturnga o'tishga majbur. U degani bir-biriga bog'liq bo'ladi. Kombinatorikada bir-biriga bog'liq jarayonlar doim o'zaro ko'paytiriladi. Demak, bularni ko'paytirib qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 bo'lib, javob 36 xil yo'lda kelib chiqadi. Hop, buni qo'shib qo'ymaysizlar. Qo'shib qo'yishlik uchun bular umuman boshqa yo'llar bo'lishligi kerak. Ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak. Lekin hozir bizning misolimizda bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun ularni ko'paytirib qo'yamiz. Demak, javobimiz 36 xil yo'li bor ekan degan javob, ya'ni C variantga misol bo'ladi. 9-misolimizga o'tamiz. Tenglamani yeching. Xo'p, ikki tomonga proporsiya qilib yuboramiz. 5 ni o'ng tarafga, 3 ni esa chap tarafga ko'paytirib yuboramiz. Demak, 5 ni ko'paytirganimizda 5x plyusdan 5 kara 5 25x hosil bo'ladi. 25 hosil bo'ladi. Barobar 3 kira 2 esa 6x. Demak, plus 5x o'ng tarafga o'tganimda 25 barobar 6x ayrilgan 5x bo'lib qoladi. Demak, 6x dan 5x ayrilsa bitta x qoladi. Demak, x ning qiymati 25 ga teng degan javob hosil bo'ladi. Bu esa bizda B variantga mos keladi. Xo'p, so'nggi misolimiz, 10-misolimizda 3 va 2 ga teskari bo'lgan sonlar yig'indisini toping degan savol beryapti. Demak, teskarisi nima? Kasr o'rnidan almashtirilgan variant. Xo'p, endi 3 bilan 2 ga teskari sonimiz 1 taqsim 3 hamda 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana shu sonlar yig'indisini topib qo'yamiz. Demak, ikkalasiga mahraj 6 bo'ladi. Bunga 2 ta, bunisiga 3 ta mahraj bergan bo'lsa, 2 kara 1 2, qo'shaman 3 kara 1 3. Ikkalasining yig'indisi esa 5 taqsim 6 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda C variantga to'g'ri keladi. Shu bilan 5-chi testimizning tahlili to'liq tugadi. E'tiborli uchun rahmat.